Bugun 15-may Xalqaro oila kuni. Oila bu mehr, muhabbat makoni. U yerda har bir so'z qalbdan chiqadi. Har bir qarashda g'amxo'rlik, har bir quchoqda tinchlik yashaydi. Hayotimizdagi ilk qadamlar to eng baland cho'qqilargacha bizni oila qo'llab-quvvatlaydi. 15-may Xalqaro oila kuni. Bu kun mehr, birdamlik, o'zaro hurmatni yodda olish kuni. Keling, oilamizni qadrlaylik. Har bir onini, har bir tabassumini, har bir birga o'tirgan lahzalarni qayta yodga olaylik. Chunki oila hayotdagi eng katta boylik. Oila muqaddas dargoh. Har bir insonning oldiga qo'ygan eng birinchi maqsadi oilangizga mehr bering. Mehrli jamiyat sizdan boshlanadi. Xalqaro oila kuni muborak bo'lsin.